Bir o'qituvchiga o'quv markazida qolishni tavsiya bergandim. O'quvchilarini olib ketmaslikni, berkitib ish qilmaslikni tayinlagandim, maslahatni eshitmadilar. Men shunga majburman, o'quv markazi menga nima qilib berdi deb o'ylagan bo'lsalik ham kerak. Nafaqat o'qituvchilarni ham olib keta boshladilar. 2 yil o'tib ko'rishib qoldim. O'zlarida ham eng muhim o'qituvchilari hammani olib ketganini aytib qoldilar. Hayron bo'lmadim. Xo'sh, qush uyasida ko'rganini qiladi. Xodim boshlig'ini ishini qaytaradi. Chiqib ketgan xodim ham o'z biznesida uzoqqa bormasa kerak. Biz nega o'z qilmishlarimizni ko'rmasligimiz haqida taxmin qilib o'tirmayman. Deni Kahneman bu haqida eng zo'r ta'rifni berib qolgan. Intervyu kitobida o'qigandim shekilli. O'zimizdagi xatolarni payqashimiz 5 baravar qiyinroq ekan. Boshqalarni esa oson ko'ramiz. Bu degani bitta ko'rayotgan xatoyimizda yana 4 ta ko'rmayotganimiz bor. Agar shu bittani ko'rayotgan bo'lsa albatta. Do'stimiz esa biz o'ylaganchalik ham yomon emas. Xatolarimizni bilmasak, o'zimizga qarashdan ko'ra boshqalarning xatosini ko'proq ko'rsak, unda kamligimizni qanday bilamiz? Niyatimizga qarab deyishingiz mumkin. Biz boshqalarning niyatini bila olamiz-ku. O'zimiznikini esa aniq bilamiz. Shundaymikan? Rory Sutherland va Robin Hanson aytishiga qaraganda, ko'pincha o'zimizning niyatimizni ham oxirigacha bilmaymiz. Ya'ni biz o'z niyatimizni o'zimizdan ham yashirishga ustamiz. Sufyon as-Safriy ham shunga o'xshash gapni aytgandilar. Men o'z niyatim bilan kurashishdan ko'ra og'irroq ish ko'rmadim. U har doim o'zgarib turadi. Vaholanki ularga onalari aytgan nasihatga qarang. O'g'lim, ozgina ilm olganda qara. O'zingda o'zgarish sezsang davom et, yo'qsa yana olib o'tirma. Ya'ni u kishi xolislikka yoshlikdan tarbiya qilinganlar. Eslatib, bu maslahat bizga ham signal bo'lishi mumkin. O'rgatib o'zgarayotgan bo'lsak, davom etsak bo'ladi. O'zgarmayotganimiz unda nega o'rganyapmiz? O'zgarmayapmizmi? Nima o'rganyapmiz unda? O'zgarish uchun nimadir o'rganamiz. Shu sababdan ham niyatimizga qarab baho berish oson emas. Kimligimizni qanday bilamiz unda so'rab qoladi qiziqqan o'quvchi. Hozircha topgan eng ishonchli usulim ishlarimizga qarab. Ayniqsa yolg'iz qolgandagi ishlarimiz. O'zimizdan kuchsizlarga qilgan ishlarimiz, yosh bolalarga qilgan ishlarimiz, kompyuter va telefonimizda qilayotgan ishlarimiz, shularga qarasak kimligimizni bilishimiz osonlashadi. Siz bu qilayotgan ishlaringizdir deb yozadi Ben Horowitz mashhur kitobida. Kitobning nomi albatta Amazon.com dan olishingiz mumkin. What you do is who you are. How to create your business culture degan kitob. Narxi 166 ming so'm turadi Amazonda. Kitobning ko'rinishi screenshot qilsanglar bo'ladi. Stop qilib videoni. Kitob ichida yozilishicha, Chingizxon ham askarlarini qilayotgan ishlariga qarab baho berib qo'ya qolgan. Xotiniga xiyonat qilganlari qo'shnidan chiqarib yuborgan. Qo'shnidan. Birga yashayotgan xotiniga sadoqat qila olmagan bizga qilarmidi? Ha, aytgancha, hokimimiz O'zbekistondagi eng katta tadbirkor ham o'z korxonalarida shunday tajribani qo'llashni eshitgandim. Nikohdan tashqari aloqa qilganlar qayerda o'tirgan bo'lsalar ham uchib ketishar ekan. Boshqa ishxonalar ham shu prinsip bilan ishlaganda ancha odamlar tozalanib qolarmidi, balki ketarmidi, balki to'g'ri. Ishlarga qarab baho berish usulini nafaqat o'zimizga, balki boshqalarni baholash uchun ham ishlatsak bo'ladi. Asrimizning eng aqlli odamlaridan Charlie Munger ham shunga o'xshash maslahat bergandi. Ishga olayotganda men intervyularga ishonmayman, diplomlarga ham. O'tmishdagi ishlarga qarayman. O'tmishdagi ishlari zo'r bo'lsa, kelajakda ham zo'r ishlar qilsa kerak. Biz hamma kitobga ishga olayotganini shunday qilamiz.
o'tmishidagi ishlarga qaraymiz. Talaba bo'lsa, talabalik paytidagi yutuqlarini so'raymiz. Nomzodlarni necha marta faqat gaplariga qarab ishga olgan bo'lsak, deyarli hammasida afsus bilan xayrlashganmiz. Ishdan ko'ra gapi kuchliroq aynan o'zi haqida xayolda yashayotganlar bo'lib chiqadi. Manga ham o'ziga ortiqcha baho beradiganlardan uzoqroq yurishini aytadi. Bir intervyusida shu sababdan Elon Muskga o'xshaganlarni rahbar sifatida ishga olmagan bo'lishini aytgandi. Katta da'vo bilan chiqadiganlar ko'p. Bittasida o'xshab qolgani shundaylarni olish kerak degani emas degandi. Ha, nima qilsak oshamiz do'stlar. Maktabimizda bo'sh qoldi deguncha o'yin o'ynashni boshlayotgan o'quvchilar bor. Ular o'quvchi emas, geymerlar. Ofislarda bo'sh qoldi deguncha ko'ngilochar video ko'radiganlar bor. Ular xodimmas, personal ya'ni zavqlanuvchi odamlardir. Mijozlarini rozi qilib, biznesini, ishini doimiy yaxshilab, soliqlarini indamay to'lab kelayotganlar bor. Hamma joylarda baqirib yurmayotgan bo'lsa ham ular vatanni sevuvchi patriotlardir. Odamning buyukligini oxirgi bo'lib xizmatkori tan oladi degandilar Ahmad Lutfiy Qozonchi. Nega shundayligi haqida o'ylab ko'rsak, javobi yosh bola tushunadigan darajada oddiy bo'lib chiqadi. Chunki qo'limizdagilar ishlarimizni eng ko'p ko'radiganlar bo'ladi. Adham Sho'rqoviyning kitobidagi birinchi inshoga qoyil qoldim. Bu kitob Sahih-Nuqtuzdan sotib olsangiz bo'ladi. Nabaviy tarbiya degan kitob. Narxi taxminan 79 ming so'm. Kitobni screenshot olsangiz bo'ladi. Ko'rinishini videoni stop qilib. Sovg'a qilganga rahmat. Ajoyib gap aytadilar. Biz o'tgandan keyin ayolimiz, farzandlarimiz, ota-onamiz, xodimlarimiz, do'stlarimiz biz haqimizda nima deyishadi, maqtashadimi, quturganidan xursand bo'lishadimi, ular aytayotgan so'zlar kimligimizga guvohlik beradi, ular kim deb bilsa biz o'sha bo'lamiz. Kevin Kelli ham adashmasam shunga yaqin gap aytgandi. Kim bo'lganingni janozangdan bilib olasan, afsuski unda kech bo'lgan bo'ladi. Mavzu shundayki, o'zimizning qilgan ishlarimni ham yodimga solib yubordi. Qilgan ishlarim ko'zi bilan qarasam ko'p xatolar qilganimni ko'raman. Ha, balki yaxshi niyatda bo'lgandir, yodimdan chiqqandir, bahonani qarang. Shunga qaramay kech qolganman, va'da berib bajarmaganman, odamlarni xafa qilib qo'yganman, ishlarimga qarar ekanman, xatolarimni aniqroq ko'ra boshlayman. O'zimizni tanimoqchi bo'lsak, xayollarimizga emas, o'zimiz haqimizdagi fikrimizga emas, qilayotgan ishlarimizga qarash kerak. Niyat va xayollarimizni chekka surib qarasak, ancha xatolarni ko'ra boshlaymiz. Ularni tan olish qiyin kechadi. O'sha qiyinchilik keyin o'zgarishga sabab bo'ladi. Zora shunda amallarimiz yaxshilanishi boshlasa, chunki oxir-oqibat amallarida yaxshi bo'lganlar, xayollarida yaxshi bo'lganlardan o'tib ketadi. Bu insho ikkinchi qismda edi. Birinchi qismni videoni boshida 30-sekundda link chiqadi tepada qayerdadir. Chiqib bo'lgan bo'ladi, to'g'rirog'i 30-sekundlarga qaytsanglar, birinchi qismini ko'rasizlar. Insho o'qish rubrikamizda Parallel muhit yopiq kanalidan sinov va xato inshosini o'qidik muallif va ruxsatlari bilan.